Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan shifobaxsh bir necha o'tlar haqida gaplashamiz. Ulardan dastlabkisi juda ham foydali bo'lgan romashka o'simligi hisoblanadi. Romashka o'simligini biz bemalol aptekalardan ham topishimiz mumkin. Uni biz choy shaklida damlab ichishimiz ham yokida bo'lmasam o'sha damlangan damlama bilan yara bo'lgan joylarni yoki yuzlarimizni yuvishimiz mumkin. Romashka asosan yallig'lanishga qarshi hisoblanadi va bizni tinchlantiradi va oshqozonimiz uchun ham juda foydali o'simliklardan biridir. Keyingi foydali o'simliklarimizdan yana bittasi bu yalpiz. Ruschada miyata deyiladi. Biz uni uchratgan bo'lishimiz mumkin. Ko'p joylarda o'sib chiqadi va buni ham biz bemalol dorixonalardan topishimiz mumkin. Yalpiz asosan asablarni tinchlantiradi, hazm qilish tizimini yaxshilaydi va bizni ancha sergaklashtiradi. Keyingi o'simlikimiz bu shalfey. Ya'ni biz yoshligimizda ariq bo'ylarida uchratgan bo'lishimiz mumkin. Xalq tilida pudina ham deyiladi. Asosan shamollaganda, tomoq og'rig'ida juda ham foydali hisoblanadi. Suvga solib, 10-15 daqiqa qaynatib olib, aynan shu suvni iste'mol qilganimizda tomoq og'rig'i va grippdan bizni himoya qiladi. Ko'pincha antiseptik vazifani bajaradi. Keyingisi evkalipt o'simligi hisoblanadi. Evkalipt o'simligi bu damlab ichilganda nafas yo'llari uchun juda ham foydali hisoblanadi va antibakterial o'simlik hisoblanadi. Bizdagi bakteriyalarni tozalashga yordam beradi. Oxirgi foydali o'simliklarimizdan biri bu kalendula. Biz uni uchratganmiz, sariq rangda gul shaklida bo'ladi. Uni quritilganini olib damlab ichganimizda bizga u ko'pincha tanamizda yaralar bo'lsa, o'sha yaralarni tezroq bitirishga yordam beradi va bizdagi har qanday yallig'lanishga qarshi kurashadi. Teri uchun eng foydali o'simliklardan biri bu kalenduladir.